mehnat tarbiyasi xalq og'zaki ijodining o'rni mavzusini bugun siz bilan tanishib o'tamiz. Demak, mehnat tarbiyasi xalq og'zaki ijodining o'rni sog'lom bolaning shakllanishida nafaqat jismoniy sog'lomlik, balki fikran sog'lomlik ham mohiyatdan bir maqsadga qaratilgan. Bolalarni sog'lom fikrlashga chorlash degani ana shu sog'lom fikrlar haqida uqtirish emas, balki uni hayotga tatbiq qilish orqali singdirishdir. Ota-bobolarimiz azaldan mehnatni ulug'lab kelishgan. O'zlari sidqi dildan mehnat qilishgan. Bizga ulardan meros bo'lib qolgan barcha xazinalar, ilmiy badiiy kitoblar, turli xildagi san'at asarlari, me'morchilik obidalari va boshqa narsalar ana shu mehnatning mahsulidir. Bobolarimiz mehnatsevarliklari tufayli ulkan yutuqlarni qo'lga kiritganlar. Yoshlarni ham mehnatni sevishga, mehnatsevar bo'lishga chaqirishgan har doim. Xalq og'zaki ijodi namunalari qadimiyligi, ta'sirchanligi manbalardan hisoblanadi. Bu tarbiya vositalarini bolalar hayotiga tabiiy ravishda olib kirishi lozim. Ma'naviyat qadim zamonlardan inson dunyo qarashini, xatti harakatini, jamiyatda tutgan o'rnini, xalqqa, vatanga, atrofdagi odamlarga bo'lgan munosabatlarni boshqaruvchi omil hisoblanadi. 1997 yil 29 avgust kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi 9-sessiyasida birinchi prezidentimiz Islom Karimov mamlakat kelajagini belgilovchi barkamol avlod O'zbekiston taraqqiyotining poydevori deb atalgan nutq so'zladi. O'sha nutqda xalq og'zaki ijodiga bu qadar yuqori baho berishning chuqur ildizi bor. Mazkur nutqqa shunday fikr bildiradi. Chor Rossiyasining Turkiston o'lkasidagi general gubernatori Skobilev shunday deganlar: millatni yo'q qilish uchun uni qirish shart emas, uning madaniyatini, san'atini, tilini yo'q qilsang bas, tez orada o'z-o'zidan tanazzulga uchraydi shoh deb aytib o'tganlar. Deb aytgan gapini eslashning o'zi kifoya qiladi deb o'sha birinchi prezidentimiz aytib o'tganlar. Ma'lum bo'ladiki, madaniyat, san'at, til xalqning xalq sifatida ravnaq topishining bosh omili ekan. Xalq ijodi esa madaniyat, san'at, tilning asosini tashkil etuvchi tarkibiy qismidir. Sobiq shura tuzumi sharoitida xalq bayramlari, O'zbekistonning barcha milliy bayramlari, urf-odatlariga juda katta cheklovlar qo'yilgan. Navro'z, Alpomish, Ravshan dostonlar taqiqqa uchragan shu jumladan. O'tgan asrgacha bugungi kundagi matbuot, o'quv dargohlari, madaniyat markazlari, radio, televideniya, internet kabi ta'lim ma'rifat tizimi bo'lmagan. Bu vazifalarni bajarish asosan xalq og'zaki ijodi zimmasiga yuklatilgan. Darhaqiqat, o'zingizga ma'lumki, o'sha o'tgan davrlarda bizda o'sha an'analarimizni bevosita kelajak avlodlarga yetkazib berish uchun hech qanday texnik vosita bo'lmagan. Bunda o'sha bu vazifasini bajarish uchun albatta xalq og'zaki ijodining zimmasiga yuklatilgan o'rni juda beqiyos bo'lgan. Natijada xalq og'zaki ijodi xalq pedagogikasi zaminini tashkil etgan. Folklor ekspeditsiyasiga xalq og'zaki ijodi asarlarini yozib olish maqsadida chiqishganlarida islom diniga oid asarlarni yozib olish ma'qul ko'rilmas edi. Bu harakatning hammasi og'zaki adabiyotimizni yo'q qilish niyatida amalga oshirish choralari edi xolos. Mustaqillik umuman xalq qadriyatlariga, xususan xalq og'zaki ijodiga bo'lgan munosabatda keskin ijobiy o'zgarish yasadi. Birinchi prezidentimiz o'sha Islom Karimov O'zbekiston buyuk kelajak sari asarida mustaqil O'zbekistonni rivojlantirish ma'naviy axloqiy negizlari deb atalgan bo'limda O'zbekistonni yangilash va rivojlanishning yo'li 4 ta asosiy negiziga asoslanadi deyilgan. Bu negizlar quyidagilardan iborat: umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik, xalqimizning ma'naviy merosini mustahkamlash va rivojlantirish, insonning o'z imkoniyatlarini erkin namoyon eta olish, vatanparvarlik deb belgilab qo'yilgan edi.
Ma'naviy qashshoq kimsa hayotda ro'y berayotgan voqealarga loqayd bo'ladi. Loqaydlik esa tuzatib bo'lmas oqibatlarga olib keladi. Ma'naviy qashshoq odam uchun vatan, xalq, oila kabi muqaddas tushunchalar esa ularga yot hisoblanadi. Shuning uchun keksa avlod avvalo farzandning ma'naviy dunyosini shakllantirish chorasini rejalashtirgan. Aslini olganda xalq dostonlari, ertaklar, qo'shiqlar, maqollar va boshqa o'nlab janrdagi asarlar yosh avlodning ma'naviyatini boyitish, uni haqiqiy inson doirasiga etishini ta'minlash maqsadida nazarda tutgan holda yaratilgan. Xalqimizning haqiqiy farzandlari harakatlari bilan xalq og'zaki ijodi turkumida Alpomish dostonlari, Ergash Jamabul Fozil shoir, Pulkan Islom shoir, bola baxshi ijro etgan epos namunalarini biz namuna qilishimiz mumkin. Xalq og'zaki ijodini rivojlantirish uchun o'sha mustaqillikka erishganimiz degan juda ko'p insonlarning har bir xalq og'zaki janrlari yo'nalishida o'z hissalarini qo'shib o'tganlar. Misol uchun o'sha Alpomish dostonini aytaylik. Mana dostonlarni biz 4 turga bo'lamiz. O'sha doston janri tematik va g'oyaviy mazmuniga qarab 4 xilga ajratishimiz mumkin. Birinchi o'rin qahramonlik dostoni, ishqiy roman dostonlari, tarixiy dostonlar, kitobiy dostonlarga bo'lib oladigan bo'lsak, o'sha qahramonlik dostoniga misol qilib Alpomishda olishimiz mumkin. Ishqiy roman dostonlariga Bahrom va Gulondonda olishimiz mumkin. Tarixiy dostonlarga o'sha Shayboniyxon, To'lg'anoy kabi dostonlarni misol qilib olishimiz mumkin. Kitobiy dostonlarga Ravshan, Go'rug'li shakldagi dostonlarda biz misol qilib olishimiz mumkin. Xalq og'zaki janrlardan mana tomosha qiladigan bo'lsak, o'sha video lavhalarda hozirgida marhamat Alpomish qahramoni dostoni marhamat e'tiboringizga havola etiladi. Darhaqiqat Alpomish dostoni mardlik, vatanparvarlik, turli millatlar xalqining birodarligini aks etgan ulkan bir dostonlardan biri hisoblanadi. Haqiqatan insonparvarlikdan saboq beradigan dostonlardan biri deb aytsak bo'ladi. Misol uchun o'sha Alpomish dostoni ko'rib chiqsak, odil va haqqoniy bo'lishga undaydi. Ota-bobolarimiz muqaddas mezonlari har qanday tajovuzkordan himoya qilishga o'rgatadi.